Bolalar to'xtanglar, bir minut vaqtlaringni olamiz. Yaxshimisizlar? Qayerdan qaytyapsizlar? Bu repetitorda Repetitordan. Agar telefonlaringni bir kunga topshirish so'rashsa nima qilgan bo'lardingiz? berasik. А что, так можно было, что ли? Uyga. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Nima bilan shug'ullanasiz? Futbol, Futbol bilan. Orzungiz nima? futbolchi bo'lish. Futbolchi bo'lish. Qaysi futbol komandaga muxlislik qilasiz? Manchester City, Manchester City. Sizchi? Real Madrid, Real Madrid. Sizchi? Juventus. Juventus. Rahmat, kattakon. Yaxshi e'tiboringlar. Bir kunga boshliq bo'lib qolganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Nima yo'nalishga boshliq bo'lishi mumkin? Masalan, Chiroq tuman hokimi bo'lib qoldingiz. Misol uchun gazlarni ochib, hamma metallarni ochib tashlab, oziq-ovqatlar bepul picha arzon qilishdan. Assalomu alaykum aka. Bir minut vaqtingizni olamiz. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Savolimiz bor. Chiroqchida eng nomerdan fast food qaysi biri deb o'ylaysiz? Nomeradan fresh food bo'lsa kerak. Kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Agar hayvon bo'lib qolganingizda qaysi hayvon bo'lmoqchisiz? Yo'lbars. Yo'lbars. Sizchi? Bo'ra. Bo'ri. Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum. Sizni bir minut vaqtingizni olamiz. Siz dunyoda sog'ingan inson kim? Sog'ingan insonim albatta onajonim. Onajoningiz uchun samimiy tilaklar bo'lsa aytib qolamiz.